Shoshilinch xabar, xalq tayyor turing, ertaga O'zbekistonda boshlanadi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet agentligi ertaga 3-iyul kuni O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'lishini ma'lum qildi. Unga ko'ra Toshkent shahrida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, kunduzi 39-41 daraja issiq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda chang to'zonlar kuzatilishi mumkin. Harorat kunduzi 41-46 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax va Samarqand viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 38-43 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyati, Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 15-20 daraja, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Deyilgan xabarda. Azizlar, videorolik keng tarqalib barchaga yetib borishligi uchun like bosishni unutmang.